Hardamı çöl kemisi. Mən muhadım. Lekin bunu hiç kimge etme. Her halde biz menzilge yetey dep kaldık. To'xta. Taylaqqa nemish bo'ldi ekan, qarab baqayli. Nem bo'ldi sana? Ha, putingni medirlatma, og'rivatqanligini bilaman. Cho'ng bo'lganda tabiatan seni qirliq tashladin, tikanladin va safarning barliq xim xatarlardan yiroq mengishga yetaklaydi. Qirliq tashlar qum orsiq yo'shiringan bo'ladi. Bu hayotda ba'zi biz tuyuqsiz oshkor bo'lmagan tikan va yo'shirin xatarlarga yo'liqib qolamiz. Mana bu eng oxirgi tikan. Sabr qil. Solih alayhissalomning to'g'isi cho'ng bo'vang, sabrchanlik va jafo mushaqqatga chidashning eng yaxshi ulgisi edi. U har qanday qiyinchilik va ig'irchilikda qilchi voysimaydi. Sana uning hikoyasini aytib beraymi? Qani o'ltiringlar do'stlar. Azroq aram elib olayli. Sanlarning putog'irqimi pasaysin. Qadimki zamonda Samud qavmi deyiladigan noit zolim bir xalq yashaydi ekan. Ular butlarga cho'qinadi ekan. Tog'larni teshib noit puxta saroylarni soladi ekan. Alloh taolo Samud qavmiga bir payg'ambar avatishni xohlab, ularning ichidan tavhid aqidasining sofligi va yaxshilikda hammaning oldida turadigan birini payg'ambarlikka tanlabdi. U ismi jismiga loyiq Solih ekan. Lekin Samud qavmining ko'pinchisi uningga qarshi chiqib ishonmabdi. Assalomu alaykum, me'mor taqsir. Nemi demoqchisizlar? Salom qilyaptimi? Salam qaytırdıqanğa vaqtim yo'q. Aldirashligimni ko'mayotamdilar, Tilamchi bo'lsalar, boshqa yerga borsalar. Qani, marhamat, chiqib ketsalar bo'ladi. Men hech kimdan bir narsa tilamayman. Hech bir maxluqning qulidan bir narsa ta'ma qilmayman. Qo'limda o'zimga yetgudak narsa bor. Allohga shukr. Kechirsizlar. Turuqlardan boyliqning asrimi ko'rinmaydi. Kimlerin bilan qarlari bo'lmasin. Men sizlarning Samud zimnida o'z sog'anliklarini angladim. Bu to'g'rimi? Shundoq. U yerda men sog'an eng yaxshi saroylar bor. Menga saroyning keragi yo'q. Tushundim. Taqqa bir uy soldirmoqchi, shundoq bu, Ondan egiz joyda turib kishilarga qarab o'tirmoqchi. Tushundim. Yo'qsa taqsir. Men odatdagi bir uy soldirmoqchi. Men yolg'iz yashayman. Faqat kichikgina bir hujra va Solih alayhissalomning darsiga berishdan burun g'usl qilolug'idek joyga ehtiyojliman. Demak, sizlar Solihning agash kuchlaridan ikkalada. Shundoq. Bu men uchun sharaf. Solih diyorimizni ilm, hikmat va vaz nasihat o'ginimiz deydigan kambag'al, yalan to'shlarga to'shqizib o'tdi. Quloq solsizlar. Solihning agash kuchisi bo'lsalar, Samud zaminida sizlarga o'zi yetib beradigan odam topolmaydilar. Shunga gapimni anglab, qaytib ketsizlar. Tez bo'lsizlar. Men oxiri payg'ambarga agish sharafiga erishgan bo'lsam, nimishqa qaytib ketgurakman. Sizlar uni nimishqa dushman ko'rsizlar, Biz uni dushman ko'rmadik. U ilgari oramizda xeyli umidlik, yuqori tabiqadagi kishi edi. Aqlliq va axloqli edi. Lekin u keyingi kunlarda tuyuqsizlar bizni Allohga ibodat qilishga, ajdodlarimiz cho'qinib kelgan butlarni tashlashga da'vat qildi. Shunga biz uni shundoq ko'ramiz. Aslida o'zlarini haqqa da'vat qilgandan keyin aranglarda martabasi texmi yuqori ko'tarilsa bo'ladi. Undaqda butlarni qanday qilamiz? U degan aba ajdodlarimizning tarixi tursa, uning ustiga biz qo'shni qabilalarga butlarni sotadigan tursak. Undaqda sizlar manfaat va tijoratinglarning qo'llari ekansiz. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limizdan hech kelmaydi. Men berib, boshqa yerdan qo'ng'udek joy izday. Bu kentning chetida musofirlarni kutib oladigan bir musofirxona bor.
At ulaqlar üçün dəğmi ba. Bəlkім şu yerdə yatqıdək orun çıxıb qala. Şu yerə basıla. Ha? Siz muş orunni özürgü münasip dep qaramdılar tağa. Şundaq. Bu qotan butlardan xali birdən-bir joy. Ətigəndə Salih əleyhissalamni köygülü berişdən burun azraq bolsumu aram alalaydı ekanman. Selimu Salih aleyhisselamның əgəş küçülərdinmi? Şundaq oğlum. Mənmi şundaq. Lekin mən imanımni yuşuryapman. Çünki mən işləvatqan joyning egilləri bir top buzğunchi, bir oçum oğri və bulangchilar. Keçirsizlar tağa. Xo'jayin kep qoldi. Men xizmatimga mangay. Bo'lmasa, ulardan tayoq yeyman. Bo'la tez. Tayoq yegin keldimi ya? Tez bol. Məykeldir, tez bol. Biz Salihni o'sal ahvoliga tushirib, kishilarning oldida uning ojizligini isbotlashimiz kerak. Bu degan mening fikrim, juma. Unutib qamanglar. Men onunğa, "Hey Salih, bizga tog'ning ichidan bir to'gi chiqara olsang, senga ishinayli" dedim. Qandaq, ha? Salih bizga hayron bo'lib qaragan edi. Men onunğa bu yaqindik tog' nemishqa to'gi tug'maydi? Nemishqa Rabbingga duo qilib, mush tog'ni yerib bir to'gi chiqarib berish uchun duo qilmaysan dedim. O texmi qanqirab ko'zlari chaychiyib ketgan chaqda men uningga Salih bizni hargisini amalsiz qoldirib daryoda qistimoqchi deb o'ylab qolmagan. Unda ish yo'q, lekin biz ilgari ko'rilib baxmagan odatdan tashqari bir ishni qilishingni talab qilamiz. Ya'ni payg'ambarligingga Allohdan bir pok talab qilamiz. Tog'ning to'gi tug'alishi mumkin emas ishda u, ha? Ay birodar, senmi nemishqa biz bilan birga kulmaysan? Sizlarni omoqat qildimikin deb o'ylab qoldim. Qandaqsiga? Salih bu tarafdan hech qanqirab qolgandek emas. Go'yoki u bunimi qilalaydigandek tuyg'unadi. Uning Rabbiga adabsizlik qilganligimiz va yana moddiy pok talab qilganligimiz uningga har kelganda qiladi. U xuddi Rabbiga bu haqda duo qilsa, Rabbi uningga tog'dan to'yga chiqarib beralaydiganligiga ishonchisi bordaklar. Nima deb jo'ylayapsan badbaxt? Men ichmay turib mas bo'lib qoldingmi nima? May qo'yib beringlar, azroq o'shini tepib olsin, ha? Qandaq? Tez bo'ling tağa. Samud qavmi tog' bag'rida qarishib turdi. Bu ishda mening g'am yeydiganim faqat birla odam. U bo'lsa-mu Salih alayhissalom. U buncha kishilarning besimiga bardoshlik berib, ularning talabini qandoqmi anglab bo'la olsin. Sizlar uni cho'qim tog'dan to'yga chiqara oladi deb qaramdilar. U tog'dan to'yga chiqara olsin yoki chiqarammisin, men baribir Salihga va Davidiga ishinaman. Salih alayhissalom faqat ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarning uningdan boshqa ilohinglar yo'q degan 9 yig'iz gapni qilib, butun dunyoni o'ziga qarshi qo'zg'atib atdi. Tavhidning javhiri mushu 9 kalima so'zgili mujassamlangan o'g'lim. Barliq payg'ambarlarning davidi mushu. Ya'ni ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarning uningdan boshqa ilohinglar yo'q. Qara, tog'ning atrofida turgan kishilarga qarag'ina. Bu odamlarning ishi g'alita. Ularni Alloh tarafdan avatilgan payg'ambarlarning davidi yig'olmaydi-yu, mo'jiz yig'idi. Bugun Salih tugishidi. Uning hech kim ishonmaydigan bo'ladi. Qarab turinglar. Men hamisha buning mening fikrim ekanligini esinglarga solaman. Ya'ni tog'dan to'gi tug'dirish fikri. Salih alayhissalom qani? Qarsıla, o yerda tog'ning cho'qqisida bir narsa midirlayotdi.
Mən nədə? Bular kim? Ular mağa nemişqa hayranlıq nəzərdə qaravatıdı. Əsli ular paketni öz gözləri bilən görgəndən keyin Allahqa səcdə qilish kerakdi. Bu dünyada məndək erkin yeni bir tövgü barmıdı? Biroq mən tövgümü? Yoki faqat tövgünün surətimi? Neymiş yüz berganligini əslab baqay. Mən əsli bir parça taş idim. Taşdan başqa narsa ekanligimni zada bilmaydim. Keyin cansız taş yumshoq go'shtga aylandi. Qonlar tomirlarda aqdi. Shundaqdimi men yana o'zimning toshlarga tava yoki hayvonlarga tava ekanligimni bilolmayapman. Mening bundoq yaratilishimda cho'qim bir hikmat bor. Bu tövgəyə ziyan yetkizishdən yoki yo'lni to'sishdan saqlaninglar. Bizga buyruq tushirdiganga sen kimding? Ağzını yom hamaqat. Kechirsizlar taqsir, o sizlarning Solihning agash kuchilari ekanliklarini texi bilmaydi. Sen payg'ambar Solih alayhissalomni da'vatamsan? Shundoq, shuni da'vatıman. Yana boshqa buyruqlarimi bormi? Men bir narsaga buyurmadim. Faqat Solih alayhissalom degan gapni saminglarga silyapman. Allah'ның sizlarga avatgan mo'jizasiga e'tibor beringlar. Uningga yomonlik qilishdan saqlaninglar. Bacandırlıq bilan o'rindaymiz, hazratim. Sening tog'dan tug'ilishing biz uchun kutilmagan ish bo'ldi. Menga kutilmagan bir ish bo'ldi. Men bu suvning aramizda teng taqsim qilinganligini angladim. Bir kun sen ichsang, yana bir kun biz ichadiganmiz. Suvni sen ichgan kunda bizni sut bilan sug'urdi ekansan. Lekin men shuningga hayron qoldim. Amdili tug'ilgan kichik bir to'ydan qandoq qisiga sut chiqsin? Men odatdagi to'yga emas, men Allohning mo'jizasi. Biroq shuncha odamlarni qondirishga bir to'yning suti qandoq yetadi? Bu savolning javobini men bilmayman. Men osh va ussiz qilishimizdan, ojizlarning o'zining sevisiga erisholmay qilishidan ansirayman. Rizqingdan ansirma. Taom va suv berdig'ini Allohdir. Men bir chakar xolos, yaratquchimning buyrug'ini ijro qilaman. Sen nima degan yaxshi? Kechirgin. Isming nima? Ba'zilar meni Solih alayhissalomning to'ygisi deb atishadi. Bu men uchun sharaf, lekin men kishilarning meni Allohning to'ygisi deb chaqirishini umid qilaman. Sen bizga barakat va hayotlik qilib kelding. Allohning to'ygisi, bu yerdagi hammalar seni yaxshi ko'ramiz. Nima qilib keldinglar? Bizni bu saroyning egisi chaqirtibdi ekan. Mubada o'g'irlik qilib kelgan bo'lsanglar, sizlarga deb qo'yay, bizning hammamizda qurol bor. Men sana biz mehmon dedim-ku. Bizni eng cho'ng but sodigiri o'zi chaqirtgan. Kalva. Ularni kirgizib o't. Xo'sh gapsizlar. Hammaylar sizlarni saqlayotdi mehmonlar. Men sizlarni tanishtirib o'tay. Bular Samud qavmining oqso'ngaklari va sodigarlari. Bular sharob va qul sodigarlarining cho'nglari. Men bo'lsam, bilgininglardek, Samud qavmi ichidagi bu haykal sodigarlarining eng cho'ngiman. Bular bizning do'stlarimiz, mo'tavar odamlar. Qani tanishib qo'yinglar. Rahmat sizlarga hazratlari. Bizni saroyga nimishqa chaqirding? Men sizlar bilan al yurtning ahvoli to'g'risida paranglish baqay degan. Biz ilgari bu zamonda kuchlik, xo'ja bo'lib yashab kelgan edik. Kutilmaganda suyimizni biz bilan tang ichadigan bir to'gi paydo bo'ldi. U yolg'iz bir kun ichidi. Biz hammamiz bir kun ichimiz. Faqat shu bir to'gining suv ichishiga yo'l qo'yish uchunla xo'jayinlar, qullar va chora paylarning hammasi bir kunda ichidi. Biz suvsiz qilyapmiz. Samudga ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh yaratgan kishi to'gimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar, ixtiyoriy o'tlasin.
Onun ziyan zahmet yetkizmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi. Yaman odamlar Allohning o'zlariga bergan ne'matlariga ana shundoq vafoga jafo qilish va tuzkorlik qilish bilan javob qaytaribdi. Sen uxlab qoldingmi, Toychiqim? Yaxshi, hikoyaning davomini Alloh xolis aytib beray. Allohga shukr. Putum yaxshi bo'lib qopti. Uni o'yg'itib atmanglar. Kechani mush yerda o'tkazib tong otgan yo'limizni davomlashtiraylik. Men sizlarga Solih alayhisalomning hikoyasining davomini aytib beraman. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام رحمة من المولى تعالى كل حيوان معجزة حكايات كتير عبرة وعظة تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها مضروبة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى المفروض إننا نتعلم من كل ده على فكرة إن العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة كل حيوان معجزة حكايات كتير عبرة وعظة تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها مضروبة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة حلوة الحياة